Assalomu alaykum. Qo'y mollarni boqib, o'ylab o'tiraman-da endi hali har xil kommentariyalarni o'qiysan. Ba'zi do'stlarimiz yozadiki, qo'y mol boqishda baraka bor degan ma'nodagi fikrlarni yozishadi endi. Endi qo'y molli barakasi nima? Endi har kim o'zicha hisob oladi. Endi to'g'ri, endi baraka degan tushunchada hozirgi dunyoda insonlarning hisob kitobida pul topish, ya'ni pul bu o'zi aslida eng bebaraka narsa dunyodagi. Zotan bu dunyo o'zi bebaraka, nimagaki yolg'onchi dunyo, ya'ni yolg'onchida baraka bo'lmaydi. Ya'ni o'tkinchi narsani baraka deb hisoblashlik bu o'zi noto'g'ri tushuncha hisoblanadi. Albatta shaxsiy fikrlarim, men biror bir kitob yo nimadir o'qimayman. Qur'on o'qiyman ba'zan, endi o'zi zotan fikr sal hozir kengaydi. O'qish kerak bo'lgan o'zi bitta kitob bor, u ham Qur'on, ya'ni. Undan boshqa kitob o'qimayman. O'zimning fikrlarimni har doim poylashaman. Ya'ni gapni asosiy mavzuga qaytadigan bo'lsa, ya'ni qo'y mol boqishda baraka bor deyshadi. Baraka o'zi nima? Dunyo ishlari o'tkinchi va yolg'onchi dunyo bo'lgani uchun baraka yo'q deb hisoblayman men bu narsalarda. Ya'ni o'tkinchi narsada yo oxiri yo'q bo'lgan narsada baraka bo'lmaydi. Baraka nimada? Mana masalan qo'y boqaman, men mol boqaman, tovuqlarim bor. Ulardan men ko'p narsalar o'rganaman. Masalan, qo'ylarni mana boqib turasan. Undagi baraka nima? Endi juda ham tarbiyali jonzotda bu mol, qo'y, mana shu uy hayvonlari yaratganni chizig'idan chiqmaydi bular. Ya'ni aqli yo'q zotan, aqli bo'lmasa ham chiqmaydi-da. Bizda aql bor, lekin biz chiqamiz. Ko'rasizlar, baraka qayerda? Baraka shunaqaki, bulardan ko'p narsa o'rganasan. Sabr, toqatlilikni, tarbiyali bo'lishi, masalan, bularning nigohiga qarasang, mudri deb bular shunday qarab turadi senga. Zotan o'zi san ojiz banda bo'lsang, u sendan ham ojizda, aql ne'mati berilmaganligi uchun, lekin mana shu berganingni yeydi, sabr qiladi, shukr qiladi. Juda ham ko'p narsa o'rgatadi-da bu hayotda insonni. Masalan, mana biz musulmonmiz, va qiyomat haqida o'ylaymiz, keyingi dunyo, endi jannat, do'zax degan tushunchalar bor. O'shaga to'g'ri yo'lga boshlashga sababchi bo'ladigan holatlar bor bu yerda. Mana shu narsa baraka deb bu yerda. Endi to'g'ri, kimlardir barakasi bor bu ishni deb aytgani, ya'ni to'g'ri bo'lganidan keyin o'zi zotan seni kasbiy, asosiy kasbiy boshqa bo'lganda ham o'zi baraka kiradi. Ya'ni sen o'zi hali atrofdagi jamiyatdagi ba'zi bir insonlarni qilayotgan harakatini, ba'zan senga ham undan zarar tegganini ko'rib, bir xil payti inson haligi nima deydi, bir xafa bo'ladi-yu, o'shunaqa holatlarda masalan bunaqa jonzotlarning uyda bo'lishi masalan insonni to'g'ri yo'lga boshlaydi. Hattoki hozirgi paytdagi inson, ba'zi bir insonlar bilan suhbatlashish vobshe shart emasligini ham isbotlab beradi. Chunki o'tda baraka yo'q. Chunki yolg'on ko'p, ikkiyuzlamachilik ko'p. Yo'q narsalarga harakat qilish, dunyoga berilish. Bu yerda nimaga berilish kerakligini o'rgatadi, to'g'ri bo'lishga o'rgatadi. Ularni hokisorligini ko'rib, hokisor bo'lishga o'rgatadi. Qalbi tozaligini ko'rib, qalbi toza bo'lishga o'rgatadi. Sabrli bo'lishga o'rgatadi. Ya'ni nima bersang ham yeydi-da. Mana masalan, oddiy mol kuni bilan axlat berasan, 30 ming so'm puling ketadi, dunyoviy tomonni gaplashsak. Lekin o'sha yerda ham senga birga bir foyda beradi. Lekin u bir nima deydi, bir melichi, ya'ni bir gapirishga arziydigan narsa emas. Bu pul yo bo'lmasam foyda degan narsalar. Unga sen kuni bilan axlat berasan, axlat
Lekin u senga nima deb qaytaradi? Ertalab oppoq qilib qaytarib beradi. Yani inson o'laroq biz mana o'zimizga savol bersak, biziga birov masalan nimadir yaxshilik qilsa, o't yo axlat yo yem emas-da. Prosta yaxshilik qilsa, ba'zan biz qanaqa javob beramiz? Xiyonat qilamiz, aldaymiz, kimlardandir pul osuv, masalan, vaqtida bermaymiz, masalan, to'g'rimi? Aldashga harakat qilamiz. Mana o'zimdan masalan nechta uzoqqa ketmayman, shogirdlarimga taji qanchalik yaxshiliklar qilganman, men o'zim ularni yetish shart emas. Zotan pulga hal bo'ladigan ishlar. Lekin yaxshilik javob olmaganman. Aytmoqchilik, molda ham bo'la olmagan insonlar bor-da. Ko'rasizlar. O'shaning uchun masalan o'zi maqol bor-ku, bir kun tuz yegan joyingga 40 kun salom degani. Mashi bo'lsa kerak. Lekin shu 40 kun salomni mol qiladi. Sen kuni bilan masalan 2-3 marta ovqatini bersang, senga uni oppoq qilib qaytarib beradi. Ovqat ham nimadan iborat? O'rib bersang, uni ovqatni o'rib bermasang axlat yani. Shunaqa narsa. O'shaning uchun bu yerdagi baraka qo'ylardan qarab turib Allohning bir mo'jizasi-da bu jonzotlar. Ko'p narsa o'rgansa bo'ladi. Bundagi baraka shu. Endi buni hozir baraka bunda bor deb ko'pchilik ko'paytirib sotib biznes qilishadi. Ba'zan Alloh barakasini bersin ular ishlarini. Ba'zan endi ularni ham bu hajasizlar o'ylagandek foydali ish emas deydi, lekin oldin o'sha biznes qilgan odam o'zi asl baraka qattaligini bilishi kerak u insonlar. U o'tda niyat pul topishda, baraka topish emas, pul topish. Qo'yga baraka bor deb pul tiqadi. Lekin niyat pul topishda, baraka nimadaligini oldin bilish kerak. O'zi baraka, asl baraka nimada? Qaysi shu holatda ichida ki sen uni qilsang, sen qilgan ishingdan baraka topasan. O'tda olishadi, ozgina boqsam palon pulga sotaman. Bu kambag'allik-da bu prosta. Mayli, sog' bo'linglar.